Indoneziyada parvoz vaqtida samolyot uchuvchilari uxlab qolgani ma'lum bo'ldi. The Guardian nashrining yozishicha, bortida 153 kishi bo'lgan samolyotning har ikkala uchuvchisi qariyb 30 daqiqa davomida uxlab qolgan. Batik Air aviakompaniyasining raisi 25-yanvar kuni janubiy-sharqiy Sulawesi shahridan Indoneziya poytaxti Jakarta shahriga uchayotgan edi. Uchuvchilardan biri parvoz oldidan kechasi yetarlicha dam olmagandi. Samolyot havoga ko'tarilgandan taxminan 90 daqiqa o'tgach, kapitan ikkinchi uchuvchidan bir muddat dam olish uchun ruxsat so'raydi. Iltimos qondiriladi. Keyin ikkinchi uchuvchi samolyot boshqaruvini o'z qo'liga oladi, biroq u ham beixtiyor uxlab qoladi. Bu orada boshqaruv markazi samolyot bilan bog'lanishga harakat qilib ko'radi, ammo tabiiyki buning ilojisi bo'lmaydi. Boshqaruv markazi bilan so'nggi xabarlashuvdan 28 daqiqa o'tgach, kapitan uyg'onadi. Qarasa, uchuvchi sherigi ham uxlab yotgan, samolyot esa noto'g'ri yo'nalishda ketayotgan edi. U darrov hamkasbini uyg'otadi, Jakartadan kelgan qo'ng'iroqlarga javob berib, parvoz yo'nalishini tuzatadilar. Asosiysi esa hodisadan keyin samolyot eson-omon qo'nib oladi. Ma'lum bo'lishicha, ayni damda uyquchi uchuvchilar ishdan vaqtincha chetlatilgan.